Üçparçalık haqida qissa nomli əsərdəki oldingi 24 mingjonning payxon bağısı. Birinchisi Lübu zatning sarxili Chilanturuq otning. Hamda bu yerda Lübuning sayyingan Lübu uch qahramon bilan Xulovganda urushishi, Yuanmin Shoji tashqi qo'qitchi. Haqiqatan bu əsərdəki eng bir yuqori palla hisoblanadi. İkincisi Zhao Changshanlik Zhao Zulong. Hem bu yerda Zhao Yunning botirligining eng yuqori pallasi Changbanpoda oduni qutuldurmay deb Cao Caoning böktirmasiga 7 qatim büsib kirib, 7 qatim büsib chiqqanligi. Üçüncüsü Dian Wei. Hem bu yerda Dian Wei yengish parchalikda ko'rinmaydi, ko'rinishgan keng kitobda bor. Bu Cao Caoning eng dastlabki yo'lboshlanigini buning qo'g'dug'chisi. Bu ayni vaqtda Lü Bu bilan yakmak urushib, yengish ayrilmagan. Cao Caoning qo'g'dayman deb oxirida hayotidan ayrilgan. To'rtinchisi mana teşhir besilgan Guayu Guayuncang. O Cemlilayi deb nomlangan. Bu yerda Guayu payxonmanda 4-cü o'rin tizilgan bilan nurg'ullarning qalbida birinchi o'rin sanaladi. Chunki Wenyujang Huashong Meysougacha Huashongni qatl qilgan. 5 o'tkalda o'tkicha 6 sangunning kallasini olgan. Paymat mas'ulda Yanliang Wenchularning kallasini olgan. Ham umrining oxirida yoshning farqini qarmay, Hangdo Yujinglarni mag'lub qilib, ularning kallasini olgan. Guayuning botirligi butkul asarning yerimdan avrog'i so'zlandi. 5-ci o'rindagisi Ma Chao. Hamda bu yerda Ma Chao necha Cao Caoning tahdidiylik beqindirmoqchi bo'lgan bu ishlarda qayta rad qilib, Cao Cao bilan jang qilib, Cao Caoning kallasini aqli tas qoldi. Bu vaqtingizda hamda buning yo'li bosanini shuchu, buni qutuldirib qolmagan bo'lsa, balkim Cao Cao oldi burun o'lib ketdi. Ma Chao kin Liu Beilao bilan birlashib, buning 5 yo'li bosaninining birisi bo'lib, Hanzhong diyorini cheklashda xil cho'ng to'k ko'rsatdi. 6-cı o'rindagisi Zhang Fei. Bu uchparchalik haqida qissa nomli bu asardagi eng yuqori ovozli jangchi deyishki bo'ldi. Changbanpoda Cao Caoning bostirib kelgan 80 bin kişilik qo'shinni 3 qatim chaqmoqdek nar tortib, hammasini qo'rqitib qochirib o'toladi. Hamda buni Liu Beining 5 yo'l bossanining birisi, uning ustiga Liu Beining chaptoq qasamlashgan birodari Liu Bei Jitvanning 0 dan boshlab oxirigacha buning to'kpisi nihoyat zo'r. 7-si yashangan sangun Huangjong. Hamda bu yerda Huangjong Guayu bilan 100 marta murishib, yengish ayrilmagan. Yana Liu Beining 5 yo'l bossanining birisi bo'lgan Jangni to'kib ko'stib Shahuyanning kallasini olgan. 8-si Shuchu. Cao Cao bilan birlikda Jiangshuga jazo yurish qilgan, sansız dushmanlarni o'ldirgan Cao Caoning xos qo'g'dug'chisi. O'z vaqtida Ma Chao bostirib kelganda bu Shuchu o'tirib chiqib, Ma Chao bilan 200 marta urishib, yengish ayrilmay buning o'ta yo'lini to'sib qo'ydi. 9-si Sun Ce. Bu Sharqoning kichik zo'migri deb nomlangan. Ya'ni bu yerda Jangdongning nurg'un yerlarini bu zo'mgarlik bilan bostirib, qora kuch bilan, harbiy kuchlar olgan. Shuning uchun bu yerda ishchi kishilar Sun Ce'ga bir xil o'shmanligi bor. Shuning uchun Sun Ce'ni kim qaslida yurganlarga Sun Ce'ni shu vaqtdagi Jangdongniki bu Sun Ce'larniki dushmanlari buning qoyilmay buni qaslyotdi. 10-si Taishisi. Ya'ni bu Jangdongdagi birinchi sangun deb nomlangan, birinchi margan. Sun Ce'ga yordamlashib Jangdongni tinchitgan. Ya'ni bu vaqtda Sun Ce'ning o'ng qanti Zhou Yu bo'lgan bo'lsa, so'l qanti dal mashu Taishisi. Hamda bumi yangi uchparchalikda ancha ko'p ko'rinmaydi, faqat ismi bir shiqatim tilg'alindi. 11-si Shahudin. Hamda bumi Wei xonligining qurg'uvchilarining to'kpkar sanğullarının birisi. 14 yosh vaqtida bu botirligi bilan nom chiqargan. Keyin Cao Caoga ergishib, Cao Cao bilan nurg'un janglarni tan qilgan, buningga cho'ng to'klarni yaratib bergan. 12-si buning inisi Shahuyan. Bumi eng dastlabda Cao Caoga ergashgan botir sanğullarning birisi. Hamda kim Liu Bei bilan bo'lgan jangda Ding Juishanni saqlayman deb Huangjong tarafidan buning kallasini bitirdi. 13-si Zhang Liao. Sharqoning ofat yulduzi deb nomlangan. Sharqodagilar Zhang Liao kiptu desa yig'layotgan balimi yig'isini to'xtatamiz shu vaqtida. Xifeydagi jangda 800 botir sarkarasini boshlablar Sharqoning Najjunning kishlik qo'shinini tarmar qilib chekindirib o'tgan. 14-si Zhang He Serxiyalqlar qo'zg'olon tinchishga qatnashgan, Guandu urushi qatnashgan, Cao Caoga ergishib nurg'un janglarni qilgan. Oxirida Simayiga birlashib Zhugulian qarshi ko'tarilib chiqqan vaqtning o'zida shu vaqtida jangda botirlik bilan o'lib ketdi. 15-si Shu Huang. Hamda bu Guandu jangi, Lübuni yo'qotish jangi, Yuanshanni yo'qotish jangi, Cao Caoning jimi janglarda Shu Huangning simayasini ko'ra olamiz. Bu birga bir urush ancha manda qilmagan bilan bo'libmi sap tuzib jang qilish yoki Cao Caoning buyrug'ini o'rindashda haqiqatan mushundaq sanğun. 16-si Pangdo. Bu ham uchparchalik haqida qissa nomli asarning oxirgi davrlardagi bir dangliq sarkarda. Buning nom chiqargani dal Guayu qo'rqmay jang e'lon qilib, buni yoshirin o'qda qashlayotgandan keyin buning nomi kirib ketgan. Biroq oxirida yana Guayuning qo'liga tushib kallasi e'lingan. 17-si Ganning. Bu Sunwuning ham botir bir sarkardasi. Sunchuanning e'tiborlab ishlatishga noil bo'lgan. 18-si Zhou Tai.
Bumu Sungu'nun dağlıq sərkərdisi. Köp qitim Sunçuanı qutquzvagan nurgun janlarda acayip batırlıq göstərgan. 19-ci Veyyan Şuxandan keyin dağlıq sərkərdisi. Qarsaq 5 yol basanğundan keyin bu Veyyan həqiqatan batır. Cengi Mayer, Liu Bei'nin Hanzhongdiyan tenjitişdimi zor töküp yaratqan, keyin Zhuguliang'a əgişib şimal quruşqağa vaxtıda nurgun töküplərini yaratıdı. 20-ci Zhang Shu. Əmdi bu keyin öz aldığı bəqbu aldı, keyin Cao bilan birləşib, bunu nurgun janlardımı xil töküplərini yaratıdı. 21-ci Wen Chou. Əmdi bu Yuan Shao'nun bir dağlıq sərkərdisi. Bunun əlamətimi həqiqatan yuqarıda tərkildi. Əmdi bu Guayu bunu bir mərtəbli qalısıya batqan. 22-ci Yan Liang. Bu şu oxşaşla Yuan Shao'nun dağlıq sərkərdisi bu Guayu'nun qulida can bəgən. 23-ci Deng Ai. Bu Wei bəgligininki g'arbiy qismini boshqargan Jiang Wei bilan tirkishib turgan. Bularninki oxirgi davrdagi bir dağlıq sərkərdi hisoblanadi. 24-ci Zhang Wei. Bu Shuxanning bir dağlıq sərkərdisi. Bu Zhao Zulong o'lib ketgandan keyin Zhuguliang yoki Zhang Wei'ni shu Zhao Yunning o'rnida ko'rib, shuning o'rnida ishlatgan. Bu haqiqatan Batur, Zhao Yunda gap anglaydigan, degan ishning o'rnisidan chiqadigan bir yaxshi sərkərdə. Mana yuqorqilar 3 parchalik haqida qissa nomli asardagi oldingi 24 Batur sərkərdlərinin rədd tartibi oldu. Yoqtirgan do'stlar, meni qo'yinglar, kashtish bo'janda davomli qaranglar. Rahmat.